Mani birinchi kasbim farmatsevtika. Ishimdan juda ham ko'nglim to'lgan bo'lardi. Lekin hayotimda shunaqa bir holatga duch keldimki, kasallik bilan ro'paro bo'ldim. O'zingiz? O'zim ertalab turib hushimdan ketib qoldim. Soppa-sog' holatda edim, lekin shu o'zimni tashlab yubordim. O'zimga kelgan paytim esa juda ham kuchli yurak urishi, ya'ni paroksizimal taxikardiya holatiga tushib qolganimni bildim. O'sha paytda yurakni urishni kontrol qilib bo'lmaydi, ya'ni 180 gacha urib ketadi va ritm juda ham qattiq buzilgan bo'ladi. Bir juda ham baland uradi, bir juda ham past. Sababini surishtirishni boshlaganman. Yurakda kuchli fibroz boshlangan ekan, porok bor ekan deyishdi. Shundan keyin to'g'risini aytsam, men u dunyoga tayyorgarligimni boshlaganman. O'shandan keyin tafakkurga ketishni boshlaganman. Ya'ni sezganman. Insonni na puli, na qanaqadir mansabi, hattoki farzandlari, oilasi hammasi o'ziniki emasligini his qilganman va bu narsa menga juda ham qattiq ta'sir etgan. Siz o'zingiz bilan hech narsani olib keta olmasligingizni his qilganingizdan keyin haqiqatan siz ma'no qidirishni boshlaysiz. Nima uchun qilyapman? Nimaga bu hammasi kerak? Va shu paytda bir intervyuga duch kelganman. Intervyu birinchi ustozim Maryam Mahmudova intervyulari edi. Ya'ni ular aytganlarki, har bir holat insonga berilgan, uni jazolash uchun emas, unga qanaqadir dars bo'lish uchun, anglash uchun. O'shanda o'zimga savolim tug'ilgan, mani darsim nima ekan? Va shu ayolga qiziqib qolganman. Birinchi ustozimni o'qishni boshlaganman. Lekin vaqt soat o'tib, go'zal men bildim, Alloh shunaqa hamma narsani chiroyli qilib yaratganki, har bitta o'tgan kunim bejizga bo'lmagan, hattoki dorixona sohasida ham u kerak bo'lgan. Ya'ni hozir men psixoterapevt sifatida faoliyatimni olib boryapman. Ya'ni bilyapmanki, ba'zi odamlarga ruhiy ko'makni o'zi yetarli emas. Ularga ba'zi joylarda organizmga quvvat beradigan yordam kerak. Ya'ni ularni organizmi defitsitlarini to'ldirish kerak va shu joyda meni birinchi kasbim qay darajada kerak bo'lgan. Juda foydali bo'lyapti. Va aslida o'sha tarkiblarga nima uchun ahamiyat berganimni ham endi tushunyapman. Chunki dori ham bir-biri bilan uchrashganda ma'lum bir reaksiyalar sodir bo'ladi. Shularni bilish ham bir katta ilm ekan aslida.